Salom hammaga. Men qarshingizda DNS Play kanali. Men Dilshodbek hozir sizlar bilan Resident Evil 4 o'yinini o'ynab ko'ramiz. Bu qanday o'yin va syujetini ko'rib chiqamiz. Bu o'yinni birinchi, ikkinchi qismlari, uchinchi qismlari juda ham ajoyib chiqqan. Shuning uchun bu o'yinni o'ynab ko'rishga qaror qildim. Qani ketdik unda. O'yin boshlandi. Atmosfera yaxshi, lekin bitta narsani aytaman, menda kompyuter kачествоsi pastligiga, to'g'risini aytaman, grafika o'ta past bo'lgani menga yaxshiroq. 60 Hzlik bir ko'rib turganingizdek 60 Hzlik ekran menda. Shuning uchun kачество частота hamma tomonlama menda, to'g'risini aytaman, ancha past. Shuning uchun hop Full HD 4K kачество menda ishlamaydi. No, ishlashi mumkin, lekin kompyuter qiynalib qolishi aniqroq. Shuning uchun men kачествоni sal pastroqqa qo'yaman. 1.6 GB menda maksimal narsa ekan, va shunga moslab ekranni to'g'irlab olaman. Full HD. Hop. Full HD yoki 4K kачество. Hop. Menda endi nima qilishim kerak? Video kartada menda 2.1.66. Shuning uchun grafikasini pasaytirib qo'yganim yaxshiroq, balans. Pastga tushiramiz, качество. Выключение. Okey. Hop. Menda хромакаш. Основные сюжеты крамас ва требует можете место дополнительно. Yo'q, to'xtanglar. Hop, bizga дополнительно kerak emas. Новый игрani o'yinni boshlaymiz. Обычный упорный xaridor. Biz uproshniy, ya'ni arzon yo'lni, ya'ni arzon emas, yengil yo'lni, oddiylashtirilgan, sodda degan ma'noda keladigan o'yinni o'ynab ko'ramiz. Qani ketdik. Zagruzka menda o'ta sekin ishlashi bu aynimi haqiqat, chunki mening kompyuterim kuchli kompyuterlardan emas azizlar. Kutamiz. Mana qo'y, дополнительные ваши карты теперь не найден отметки. Hop. Ketdik. O'yin boshlandi. Ovozlar. Odam. Qandaydir sektor o'qishyapti. Qandaydir sektor bu yerda. Chop tashladi azizlar, chop tashladi, shuni chop tashladi. Сентября 98-го. 30 sentyabr 98-yil. Men bu kunni unutmayman. Тогда я перестал быть копом. Ракун-Сити стерли с лица земли. Из-за биооружия, созданного Umbrella kompaniyasida ishlab chiqargan narsa yer bilan bitta tashladi yerda deyapti. Повезло меньше. Menga unchalik yaxshi bo'lmadi. В тайную правительственную программу. Meni yangi programma uchun chaqirishdi. Не было. Tanlash imkoniyati yo'q edi. Trenirovkalar, qiyin zadaniyalar. Meni olmadi. Они хотя бы помогали отвлечься. Ular menga chalg'ish uchun той ночью. imkon berishdi. И ту боль. Хотя бы на миг. Bu urush, bu hech narsa emas. Теперь все будет иначе. Endi boshqacha bo'ladi. Я уверен. Men ishonaman.
Ko'ramiz qanaqa boshqacha bo'lar ekan, lekin men ishonmay turibman. Chunki sujet ertalabdan odam o'ldirish bo'ldi-yu. Qanday qilib boshqacha bo'lishi mumkin? Скажи мне, Янки, Menga что ты gapirchi. забыл в этом жутком Nima месте? unutib Просто qo'yding bu yerda? невероятное захолустье. Bu yer juda ham Скажем g'alati так. joy. Ищу кое-кого. Kimnidir qidiryapman. Наверное, очень важный кто-то, да? Juda ham kerakli inson bo'lsa Шеф kerak лично deydi. отдал приказ, сказал, помоги. Shef alohida menga Вы в buyruq такую berdi. даль явно Yordam. не на пикник поехали. Ha, biz piknikka chiqyapmizmi nima Что, bola? на пикник? Странные у тебя шутки. G'alati seni Я тебе hazillar. раскрою один секрет. Men senga bitta sirni ochaman. Faqat oramizda qolsin. Тут частенько пропадают люди. Bu yerda ora-orada odamlar yo'qolib Черт qoladi. знает когда. U qachon boshlanganini kim biladi bilmayman. Значит, для Demak, вас это просто серые будни, да? bu shunchaki joy xolos-a? Вон на прошлой неделе искали здесь пропавших туристов. Ha, bu yerda yo'qolgan turistlarni qidirishdi. Men harakat qilib ko'raman. Sizlarga yordam bergan dedi. Ko'ramiz. Sujet уже boshlanishdan ajoyib. Lekin agar menda kachisi yuqori bo'lganda, Ну, вроде прибыли. tak, biz yetib keldik. Зов природы. Пойду отолью. Havoni qara. Mayli, men qarab kelay. Deganday gap qildi. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? Menchi Meksikan tilida gapirdi. Subtitr o'zingiz ko'rdingiz. Chekisanmi? Bori. Chekish sog'liq uchun zarar, chekma, to'g'ri qiladi. Chekish sog'liq uchun zarar. Твоя ситию мастетрика. Demak, ish bajargan chiqqan ekan. Ajoyib ish. Эй, а я Альгинаи. Ey, kimdir bormi? Shunchami? Yo'q, suv ekan. Suv azizlar, suv, oddiy suv. Ya'ni ariq o'tganmi yoki suv ombori bormi? Xullas, suv o'tgan ekan. Что-то он там не торопится. Endi aytmoqchi. Провалился. Qolib ketdi, menimcha. Слушай, Yo'qolib qoldi. Может, сходишь, посмотришь, что с ним? Ish mabodo borib ko'rib kela olmaysanmi? U nima bo'ldi? Unga nima bo'ldi? Я deyapti. побуду тут. Men shu А yerda то еще bo'laman. влепят штраф за парковку. Yana parkovka uchun Помоги мне shtraf ничего solmasin. сказать. Ha, zo'r gapirding, yordam berishdan ko'ra. Deganday gap qildi. Mendan zo'r tarjimon chiqargan. O'zimdan gap qo'shib tashladim. Mana o'yin sujetli yetiga, ya'ni biz boshqaradigan yerga keldik. Boshladik. Qochishni ko'ring, qochishni. Kompyuter yomon qotyapti, to'g'risi. Menda bunaqa qotadi deb o'ylamagandim. Xo'p. Qaynisiz, aka? Brat. Qay ketdingiz? Lekin effekt juda ham zo'r. To'g'risi aytaman, agar menda haqiqiy kompyuter bo'lganda, ya'ni damashq kompyuter bo'lganda, bu notebookda o'ynayapman. Ekran gullab, shiftni yugullash kerak. Voy, bu yerda yo'l berku. Bu yoqdan yugullaymiz. Qani, voy. Qochish juda ham Куда он kuch. подевался? Qayga yo'qoldi bu jinlar? Mana qayga yo'qoldi. Voy, onayni nima bu? F bosamiz. Voy iplos. Kiyik ekan. Haligi ohu deymiz-ku. Bo'ldi, ay ko'nglim aynib ketdi ya. Bo'ldi, chiqdik. Atayin o'ldirilganga o'xshaydi lekin. Odamlar tomonidan voy michi satsa bu. Nima endi bu? Endi bossak o'tirar ekanmiz. Bu yerda engashib o'tibdi. Qushlar. Voy, bu muncha uzoqqa ketib qolgan. Brat, qaydasiz? Qanisiz? Uyda kim bor ekan, kiraylikchi. Hop, F bosamiz. Och eshikni. Sekin och, faqat to'g'ri qilasan, sekin ochish yaxshi. Hech kim bilib qolish kerak emas.
Что-то be yoqmabdi menga. Menga вообще yoqmabdi be. Есть кто? Kim bor? Onayni. Fu. Ish yopilibdi. Qani? To'xtanglar, men to'g'risi sichqonchani дополнительный hopda. Hop, настройка. Ekran, обучение, kamera, управление. Hop, mishka, sichqoncha. Sichqoncha, qani? Настроить управление, tip A. Hop. Klavish. Bu yerda чувствитель qayda bo'larkin-a? Okey, mana yerda настройка to'g'rilab olsam bo'lar ekan. Sal Hop. Особые готовлючи. Визуальная поддержка. Bo'pti. Bu yerda чувствитель o'ta past. Nimagadir ochamiz. Voy, kim bor? Ha, nima endi? Qalamcha. Nima qilsak bo'lar ekan? Masshtabni yaqinlashtirish, uzoqlashtirish. Reciprocity. Hop, bu nima qiladi? Bu yoqqa bu yoqqa surar ekan. Ha. Sudniy den gradiyat. Ya'ni juda ajoyib g'alati kun kelyapti degan tarjima. Bu yerda boshqa hech narsa yo'q. Yoki bormi? Brat qayga ketdilar? Eng qizig'i, menga qiziq tomoni o'sha brat qayga ketganlari. Hop, yana o'qiymiz boshidan. Nima ekan? Space. Sudniy den gradiyat. Hop. Ketdi. To'ronina. Menga shvolib ko'rishini qaranglar buni. Qani siz brat? Menga g'alati uyda nima bor ekan? Qo'rqmaganda qarang. Ha, bunga odatiy hol bo'lib qolgan, chunki shu seriyasigacha o'ynaganlar juda yaxshi biladi. F ochamiz. Ha, sujet boshlandi. Okaho. Nima bo'lgan ekan bu? Простите, что я без спроса. Kechirasiz, men indamay kirganim uchun. Ya'ni so'ramasdan kirganim uchun uzr. Busco a un policía. Vino aquí. Biz politsiyadamiz. Birotta yordam kerakmi? Degani shekilli, to'g'risi o'qigan ulgurmadim subtitrni. Lekin sujet Vuy, iplos, ofitser. Boyagi ofitserni pasporti, hujjati. Vuy, qarang. Odam bor shekilli bu. Bo'yni sindi menimcha. Ana baqir chaqirlar. Okani qaramiz, qaydalar. Haydi, soka. Плохо. Ключ kaltni olamiz. Hop. Qani. Mayda ham nimadir bor ekan. Voy, iplos. Bu itmancha. Itni chilani sochib tashlabdi. Avtomat oldik. Buni. Aha. Hop, ofitser dokumenti. Ana endi pistoletni oladigan bo'ldik. Qayga? Mamaniga kirmadi u, lekin bu ya. Okey, kalitni olamiz. Demak, berk bo'lgan ekan. Qaranglar. Men o'zim bilmagan holatda o'tib ketdim bu yerdan. Fanar. Juda ajoyib, fanar. Fanar ham bor ekan.
Okey, sujet juda ham qiziqarli qarab ketmoqda. To'xtanglar-chi, men pultda o'ynab ko'rishim mumkin. Pultda nimani boshqarsam bo'ladi? Yo'q, pultda hali yo'q, pultga hech narsa bermagan ekan, faqat klaviatura. Uy, qalamışmdı. Açamiz. Bratni bir pasishiga kelib qo'yganda shunda. Voy iploslar. Qanisiz brat? Эй, Mana. Voy. Yi o'lib bo'pti brat. O'z baq. понял? Что там у тебя? Nima bo'ldi senda? Onasining son. Да что за херня? Nima bo'libdi bu yerda? Qani sekin yuguramiz endi. Ma endi boshlandi sudni dengichinosi. Nima u? Hop. Kim bo'lsa? Nima bu? Voy, ona ushaman. Buyni singan holatda bukoyib keldi ya. Yomon keldi lekin bor-ku. Bak gelin. O'tib tashladim. Xafa bo'lsangiz ham aka uzr. Bu yerdan qochish kerak, yo'qolish kerak bu yerdan. Ikkinchi etajga. Voy, ikkinchi etajda bola bormi? Qochish kerak bu yerdan. Mana ikkinchi etaj emas ekan. Ikkinchi etajga. O'zim ustimdan bekitib oldim hozir. Ko'ramiz. Nimagadir odam rasmi, qanaqadir odam rasmi. Гнездо. Это Кондор 1. Bu kontur bir. Bu Xanigan gapir. Дочь президента Орленок. Орленок. здесь. Орленок Shedeka prezident qizi. Супер. Razvedka xato qilmadi. Super. Возможно, она там. Ozerani yonida bo'lish kerak. Сейчас Xo'p, посмотрю. tushunarli. Men qarayman. Tezroq. С местными что-то случилось. Bu yerdagi odamlarga nimadir Моих bo'lgan. спутников. Men Sputnikda. Voy, ona. Мне пора. До связи. Men ketishim kerak. Aloqadamiz. Zombilar volta bilan hujum Не смею qilishgan. задерживать. Bu yerda ushlab turish hojati yo'q edi. Voy bila. Holat qarab qo'ydi lekin bormi? Qochish kerak bu yerdan. Qochib qol. Yuguramiz. Sujet juda ham zo'r. Haqiqatan вообще. Men hayron qoldim. Sujetda chotki ishlangan. O? Nima bor ekan bu yerda? O'q. O'q bor ekan, o'q. Mayli, mana shu uyga kirmayli, voy. Ketaylikmi, ha? Endi sujetni bilish kerak endi, iloji yo'q. Boshqa yo'lam yo'q. O'tirib olmay tur. Mayli, nimadir bor ekan. Okey. Hop, shundik. Ketdi. Eshasi yo'q. Qaranishi. Hop, biz tillarni o'zgartirishimiz mumkin. Yo'q. Tillarni o'zgartiramiz. Chotki. Nadet. Bu nima edi? Osilib turadigan o'yinchoq ekan.
ketdi. Qani avtomatikni ol, mani sindiralik Ana, nimadir chiqdi. Hop, porux. Kimdir ishitdi mana shu yerda bor-ku. Mana shu yerda yurmayli u. Hammasi o'lyapti. Voy be. O'ldi. Ya bitta bor ekan. Baxtga. Avtomat to'plamiz. O, pul bor ekan, pul olsin. Mana shunday pul bormi o'shanda? Zombilarda pul nima kerak? Oka, men bir kilo miya berib yuboring desa kerak. Pul olib. Yugular qochamiz. Onlayni. Oyoq. Черт! Voy bile. Yo, beli shoshmasa, urish kerak. Onlayni. Maydam kimni bosh? Iflos. Ol. Ol qora. Bu yaşaq. Ol. Hammasini o'ldirib tashladim ama. Birorta odam ham yo'qmi menda? Zo'r odam yo'qmi kenara? Hamma o'ldirishga harakat qilib, birorta zo'r odam ham yo'q bile. Oyoq tagiga hushyor bo'lish kerak birinchi o'rinda. Oyoq tagiga qarab yur. Ha, shapti bosib olmang. Mana shu kirmaydi. Undan nimadir tushdi tebada. Boshmi bu? O, pichoq ham urar ekan. Pichoqda ham urar ekan. Faqat miltiq emas ekan. Miltiqda menda 6 ta o'qim bor. O'q qolmabdi bo'ldi. O'q qolmabdi. Orqa-orqaga qarar ekanmiz. Yaxshi, pichoq ol. Pichoq. Onnesini yemson. Ya kampır geliş. Oy, oktu beni. Kime? Kime vur? Yo, kampır uğrar. Bunların ama. Koç. Kampır budur. Ya. Kampır ho. O bir kanka sıkıp koyma ya yürüyeriz sanki. Orkaya karamazsan. Hani sen uy plus. Sançıdı. Sançıdı okula. Sançıdı. 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 Aa koç. Koç. Koç kira.
turib odam bo'lsa. O, onasining su. Kuch keravera qoch. Demak, ularga ko'rinmasdan ebiga qochib yurishim kerak. Ko'rdingmi? Vahshiy yomon ketdi akalar. Vahshiy yomon ketdi. Hozir men ularga ko'rinmasdan aylanib o'tishim kerak shunda, to'g'rimi? Bittasini otdim, o'shanchasi kelgan bo'lsa, daja arrani ham ko'tarib chiqdi-da. Qanday qilib ulardan o'taman? Mayli. Sekin yurishni o'rganish kerak, engishib. Menda birorta podskaska berarmikin menga? Mana yo'l bor ekan. Buga qaramanmi, mana shu yo'l bormi yo'qmi? Doğru. Mak şunu bu nasıl kısa bulamki? Ha, imicimi de devam. Ha, şimdi o. Yaxşı. Ну что ж. Вот перекис врагов тега. Ой, он aynen. Давай. Vur onu silsin. Давай. Твою мать. Onu silin. Dur. Tuvalet size. Bitti o kadar. Kaç kere. Yok. Öyle olmaz oğlum. Öyle olmaz. Давай. Böyle düşük oldu. Çok düşük oldu. Во! Оп! Kime olasan? Kaç kere? Kaç kere. Kaç aynı uçu. Ой, плос!
Yo'l. Beri, qoch. Aa! Ya bu yer. Ona Simpson. Давай, ke bakın. Yo. Şu oldu beni. Vay boltasın oğlum ne çok. Tapışatan bu arka. Ne olmaz. Hop. Mount'ımız. Zayt nedin. Zayt. Использовать. Скотчем, машинка. О! La campana. Alguien Él nos invoca. Tenemos que servir. Yolundan indama ut gitti. Ama ovozda nimadir bor. Manga tegmadi lekin hozir. Cherkovga kirib ketishdi menimcha. Demak, bularni hozir ongi bor. Ongi ishlatdi. Svet o'chganda nimaga kirib ketdi? O'shanchasi bir bo'lib. Hech kim qolmadi hozir. Куда это они все? Qayerga Kino ketdi что ли? hozir? Kino что ли? O'shancha odamlar tashlab kino olindi deydimi? Ha, endi o'yin boshlandi. Bu hali boshlanish ekan, bolalar. Bolalar deyishim umuman hamma. Men pichog'im yo'q. Кондор-1, прием. Я нашла Кондор-1. путь к озеру. Там есть Мен большая топтым озеро, да. мельница. За ней Да, начинается ого. тропа. Да, Мельница. o't boshlandi. Понял. Menditsa. Tushunarli. Будь осторожен. Ehtiyot bo'l. Отбой. Atboy. Menditsa nima edi? Tilimga kelmay qoldi shunisi. Idi ozero. V'ni bos. Okey. Demak, bu yerda xarita bor ekan. Olmos. Ozero. To'xtani mana shu yerda olmos turibdi. Mana shu olmos sog'olma. Qayerga ketishim kerak nima? Bu yerdan chiqdim. Mana shu yerda yo'llar bo'lishi kerak. Yo, yana qaytib kelgan etimga ketdim hozir.
Ha, ozgina sovuq shamollaganmi? No, o'zim qayerga borishim kerak? Ozera. Bu yerda karta tugagan. Devamli mashina mo'ljallashim kerak. Kontrol. Mayli, qayerga borishim kerak o'zim? Vosh shu mutman. Yo'q, chiqib qolsa enamni chiqargandan ko'rsatdi ekan uni. Nusana. Hech qaysinisi chiqmasa, men ketishim kerak bera. O, mayda nimadir bor. Taqinchoq. Haromi? Bunda ham pul-mul taqinchoq o'ynar ekanmiz. Ya biz bega kirmaymiz. Zo'rg'a qutuldim. Menga yo'l kerak. Va boshqa yerga ketib qoldim men yana. Dedim boshqa yerga o'tlab ketib qoldim o'zim. Ha, mana yerga borishim mumkin. Demama. Ana edi. Qayerga borishim kerak? Mana yerga boraman. Hop, shu yerga borishim kerak. Alt. Bo'ldi, tushunarli. Ketdi. Qayerga edi? Mana ham nimadir bor ekan. Qani yerga o'yga boramiz. Qani yerga o'y? Yugur. Chiq. To'xtadi. Voy bilan yana boshqa yerga ketdik ekan. Orqaga qaytamiz. Haligi zombilar nimaga kirib ketdi? Men o'shanman to'g'risi. Voy bilan. Cho'chib ketdim. Yomon tushdi. Okey, mana shu yo'lni ilishda yuramiz. Okaxon arra ko'targan okaxon chiqqan yerga boraylik, nima bo'ladi? Shu yerda nimadir bor-da. Vo, mana ochdim. Вот. Mana. Bu yerga aytishgan narsasi, demak, nima deyiladi? Oldingilar boshqacha aytardi buni. Tegirmon. Esimga tushdi. Tegirmon tagida ekan. Jimida tegirmonga borishim kerak.
Mana bomba ham qo'yib qo'yibdi. Keyin ishlatib ham qo'yamiz balki. Yo'q. Опять все мне чинить. Yana menga nimadir yasashim kerak. To'g'irlashim kerak. Tegirmonning chaqpalagi aylansin, aylansin degan e'tiborni shu yerda bilasan. Radadim. Nimani to'g'irlash kerak bu? Topamiz. Men tegirmon chaqpalagi aylantirib ishlamibdi deganim. Eshikni ocha olmayman. Buzish kerak mana shu. Voy online. Mana shu yerda nimadir qilibdi gapirib. Mana endi yo'q, hali ham hech narsa yo'q. To'xtamiz, qochamiz. Men orqa tomoniga o'tayotganchi. Bu yerda eshik borligini ko'rdim-a boya. Tashqariga ko'rib chiqdim. Спускаемся. Графин. Men tuzoqqa tushib qoldim shunda. Hech qayerga keta olmayman endi. Yomon tushib qoldim ko'z. To'xtani. Men uni miltiqda otib bo'ladi. Menimcha. Чтоб тебе. Мол, ну Mol. O kalmazsanız. Давай. О. Kim? Кто? Черт. Xudoyim, yana o'qimam yo'q. Voy, uramiz. Еще. Да блин.
Bakki boromlar. Bakki. Qoch. Ondan yok ol. Yok olupmiz. Bunaqa jiddiylashmoqni bor-ku. Prям absolutno ishlasam qolmadi o'z yonimda. Hop, nima edi? Ba'zan qilamiz. Menga pichoq kerak, pichoq. Birottasin, boltasini ham olmasa ekan, chata olganda shunisi. Nima qilmoqchi mana? Sumkani och. Sumka qaysini ochiladi? X mi? Z mi? A mi? B mi? Qaysini deydi sumka? Tur undinda. Ha, mana sumkani ochdim. Hop, so'zlayt. Smertonozning ishlatamiz. Используем pichog'ini. Bular pichog'im sinib qolgan. Pichog'im ham sinib qolgan meni. Men pichog'im sinib qoldi. Pichoq kerak menga. O'q ham yo'q. So'zlayt. Nima so'zlayt hisob bo'ladi? Yana. O'q. Ma o'qdi-ku, nimaga o'qishasiga shimtmadi. Починаем. Yo, menga pichoq kerak, pichoq. Pichoq topdim. Aha, uni ham oldim. Bo'ldi endi men. Bunday Hadi o'zi yo'l ko'rsatadi degan ma'shi bo'lsa kerak bilatlar. Bor-ku. Hida hahlasa pichoq deb turdim. Pichoq qiynar ekan, men pichoqni uzatib ketdim. O'z qo'li bilan. Atak bor-ku, yomon qiynaldim. Sandiq ochamiz, sandiqda o'q bormi? Davay. O'qla. Kerak bo'ladi. Tushib ketamiz. Спускаемся. Bir soatdan beri o'ynayapman. Ha, to'xtadi. Çok. Nima bu ocholmadi? Atak hamıların enelerini çoğundan ko'rsatib qo'ymash kerak, ha? Qaydan kirdim bu ya? Ha, men yerdan kirdim. Do'mni tug'ilamiz, tegirmonchoq bilagin tug'ilamiz ketdi. Ele qochish kerak meni. Ya, demak, tegirmonchoq bilagi
Lan beydan qo'shib tegirmonni tepasiga chiqa olmas ekanmiz hozir. Mashaqqa yurar ekanmiz. Tegirmonni chaqlagan aylanib borar ekanmiz. Ketdik. Yugurlab mashaqda aylanib boraveramiz. Mana tegirmon chaqlagan ayt. Topdim-ku, ketdik. Yaxshi. Сюжет gap yo'qmi lekin bratlar? Действительно сюжет ancha yomon qo'ygan. Qo'ydi. Ana uka. Joyladi. Ochamiz. Biz yo'l ochdik akalar. Yo'limizni ochib oldik, pastga tushamiz. Birdan 3 chiqdi voy brat. Yo yomon ketibdi bu bor-ku. Men ataylab qiynitdi bu o'yin bor-ku. Mana nima qilar ekanmiz endi? Ha, buni surar ekanmiz. Yo'q ola shaqqa. Nima edi? Xuddi haligi realistni qilgan hisobiga qana ochamiz. Yo bu menga bizniki emas ekan. Realniy qilganda, juda realniy qilgan, o'xshatib qo'ygan. Men bor-ku, mana o'lganlarni ko'rib ichim g'alati bo'lib ketdi. Даже hidini ham his qilganga o'xshatdim bor-ku. Yomon ketibdi bor-ku. Yaxshi. Hop. Во. Ой, бля. Ой, он aynı. Yok olup lan. Еще. Voy oğlum, teodan sakrab tushdi plus. Qaynoq ochamiz endi biz. Yo'l to'sib qo'ydi. Sujet yomon ketibdi lekin bor-ku. Oldin faqat zombilarni xolos. Hozir bu yerda aqlli zombilar. Ya'ni qanaqa o'sha kallas ishlaydigan, umniy odamlarga o'xshab ishlaydigan zombilar yomon emas. Qiziqtirishi bitta o pichoqdan foydalanish. Pichog'im bor endi. Pichoqlab tashlaman mumkin. Invertorni ko'ramiz. O'q almashtirib olamiz. O'qlab ol. Yaxshi. Yaxshi. Uy plus. Mangana qo'yibdi bular. Da, kelaring. Qaydan kelasan endi? Qaynoq. To'g'ri bunaqasi. Ochamiz aşağı. Uy plus, toptu beni. Aç. Joy'da duruş. Да сколько вас вообще? Hakikaten hiç kişisine var. Ona hakikaten hiç kişi bile. Fener yok. Fare. Fener. Fener. Orkamda hiç kim yok.
Hop. Hozir salkam 1 soat bo'ldi o'yinni boshlaganimga. O'yin juda ajoyib. Hali ko'p kuttirmagan holatda o'yin juda zo'r ketyapti. Yana davomini ishlashi, yana davomini ko'rishni xohlasanglar, like bosamiz, obuna bo'lamiz. Qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yamiz. Yangilik chiqsa. Xullas, yo'q deganda 1 million obuna chiqsam, keyin uni orqasidan bilasizlar 1 million obunachiga 1 millionta like kerak. Shunaqa, haligi orzuga ayb yo'q deyiladi-yu. O'sha 1 million obunaga qarab boramiz. Resident Evil o'yinni yangi bosib online bomba kelgan. Oh. Просто borgan sari horomlar kelib o kalmaşı tez o an bu için hakemesi oynuyorum ya. Mangın no parama o que? Kim aşırı kılıçkalı? Aa! Opopon turibdi-da. Opopon. Yo'qoling. Yo'qoling. Hayır, portladı. Oy, otega qaramıyor. Hop, xullas azizlar, bugun shu yergacha bo'ladi degan umiddaman. To'g'risi 1 soat, hozir 1 soat o'yin o'ynab ko'rdim. Menimcha birinchi xullas azizlar, Resident Evil 4-o'yinni o'ynab ko'rdim.
Shu yergacha menimcha yetadi degan umiddaman, chunki bu birinchi o'yinim, ya'ni birinchi boshlashim. Kommentariy yozing, izoh qoldiring. Izoh ham kommentariy ham o'zasi bir xil. Nima deb tugatish bilmayman. Xullas, shunaqa azizlar. Men bugungi o'yinimni shu yerda to'xtataman. Kim keyingi o'yinni davomini chiqarishni, ya'ni o'yin davomini ko'rishni xohlaganlar, marhamat Telegramdan yozing. Telegramdan deyishim, YouTube kommentariylardan yozing. Yo, to'xting. Xo'p, mana azizlar, biz Resident Evil 4 o'yinini o'ynadik. Ya'ni 1 soat o'ynadim. O'yin sujeti juda ham ajoyib, juda ham ketma-ketlik, juda ham ba'zi bir qo'rqqan yetlar ham bo'ldi. Hali bu yarmi, menimcha hali bu sujetning hali boshlanishi. Hali sujetda hali ancha yangiliklar bor. Yangi funksiyalar, yangi qahramonlar, ya'ni yangi yovuzlar. Lekin Resident Evil oldingi qismlarini o'ynaganimda shunaqangi narsa bo'lgandiki, oldingi qismlarida haqiqatdan zombilar bilan otishardim. Bu yerda sal aqlliroq zombilar, ya'ni odamsimon zombilar hujumga o'tishyapti. Qanaqa hujumga o'tishyapti? Bu yeyish uchun emas yoki boshqa narsa uchun emas. Qo'lda bombalari bor. Keyin qurollari, bolta otishni o'rganishgan zombilar. Odamiylashgan zombilar ekan bu. Ongi sal bo'lsa ham rivojlangan zombilar demoqchi edim. Shu jihatdan menga sujet yoqdi. Misol uchun sujetni ham prezident qizini qutqarish uchun kelganman. Kimga keyingi davomi qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozing. Davomini ham o'ynab qo'yamiz, ya'ni YouTube'ga qo'yaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Qarshingizda DNS Play, ya'ni Dilshodbek. DNS kanaliga obuna bo'ling. Like bosing, qo'llab-quvvatlang, kommentariy yozing. Bundan keyin men yangi o'z ishimni boshlayman. Nima deydi, o'zimni stream jihatdan sinab ko'raman, faqat ungacha hali ozgina bor. Shuning uchun qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Samimiy tilaklar, iliq so'zlar kutib qolaman. Iltimos, yangi chiqqan odamni birdaniga negativ kommentariyalar bilan to'ldirib bosib qo'ymang, chunki ijodni endi boshladim. Bu o'yin meni birinchi o'yinim, ya'ni YouTube'ga qo'yadigan birinchi o'yinim. Shuning uchun sizlardan yaxshi niyatlar, yaxshi takliflar, shunaqa narsalar kutib qolaman, like'lar kutib qolaman ayniqsa. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan DNS Play kanali edi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Rahmat.